Assalomu alaykum. Bugun biz pandalar haqida gaplashamiz. Pandalar ayiq avlodidan ekanligini siz ham, men ham juda yaxshi bilamiz yoki bilmaymiz. Lekin bular ayiqsimonlar oilasiga kiradi. Lekin ular avvallari go'sht yegan, lekin hozirgi kunda bambuk yeyadi. Nimaga? Chunki konkurensiya ko'p bo'lgan. Ko'p hayvonlar go'sht yegan. Ular qaragan, "Zачем men ov qilib yurishim kerak? Nima uchun ov qilishim kerak? Tayyor bambuk turibdi-ku." Shuning uchun shartta bambuk o'tib ketishgan. Bambuk lekin kaloriyasi kam bo'lgan. Shuning uchun hozirgi kunda ular bir kunda 15-16 soat faqat bambuk kavshab umrlari o'tib ketyapti. Qolgan vaqtlarida esa uxlashyapti. Ular juda ham qiziqarli jonzotlar. O'tgan asrda faqatgina bir nechta qolgan bu jonivorlar hozirgi kunda Xitoy hukumati tomonidan yaratilgan qulayliklar, lyuks sharoitlar tufayli 1800 dan 2000 tagacha ko'payib ketgan va qizil ro'yxatdan chiqarilgan. Siz unutmang, Amerikadamisiz, Kubada yoki Rossiyadamisiz yoki Xitoydamisiz? Panda faqat Xitoy fuqarosi, Xitoyning mulki. Boshqa davlatga esa faqat ijaraga beriladi. Ijara muddati tugagan so'ng uni qaytarish shart. Agar o'sha panda bolalasa ham, u ham Xitoyniki bo'ladi. Shuning uchun hech qachon pandaga teginmang. Agar pishirib yeb qo'ysangiz, kimga xabar bermang. Shuning uchun pandalar shunaqa jonzotlar. Shunaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa agar yoki kerak bo'lmasa ham menga obuna bo'lib qo'ying. Objingson sizlar bilan.